Men Xorazmdan Namangan shahri Chartak tumaniga Ashshafiga sanatoriyaga kelgandim. Sanatoriya juda zo'r ekan. Lichinalari ham, yotoqlari ham, pitanelari ham hammasi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz mana shu Ashshafi diagnostika markazida dam olyapmiz. Judayam mamnunmiz, Xudoga shukr. Ancha kelganimizdan og'riqlar kuchli edi. Mana hozir ancha yengil. Vrachlari, hamshiralariga a'lo baho beramiz. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabin o'rtoqlar. Men mana shu yerda Ashshafi sanatoriyasida dam olaman. 2 yil, 3 yildan beri постоянно shu yerga kelaman. Hamma sharoit yaxshi. Oziq-ovqatlar, ob-havolar, baydagi ishchi xodimlar, barcha shifokorlar girdi-kapalak bo'lib, hammamizdan har kuni 2 mahal, 3 mahaldan xabar oladi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana biz Chortoq tumanining Ashshafi sanatoriyasida dam olyapmiz. Bu yerlarda sharoitlar juda yaxshi ekan. Davolansa, dam olib ketsa bo'ladigan joylar ekan. Ayniqsa massajlari, parafinlari, vытяжениялari hammasi zo'r. Ovqatlariga a'lo 5 bahodan ham o'tkazib baho beraman. Xodimlariga gap yo'q. Hammalariga rahmat. Shunchalik qilib bizni davolaganlariga. Men 10 kunda shifo topdim. Bularga hammasiga katta rahmat. Men yelkada tuz, nervi damarlar shamollashi nimasini qo'ydilar. Shu tufayli keldim, 10 kunga mana yengillashdim. Lechini yaxshi o'tdi. Kasallik endi nima desam bo'ladi? Shu qon bosimni chiqib turadi menda davlena. Shunga avvalo kelaman. Bu yerda ob-havolar yaxshi. Mana kelganimdan beri unchalik davlena chiqmay qolgan. Kelib davolanib ketganimdan keyin. Shuni havas qilib yana qaytib keldim. Hammalaringga iltimos qilaman, taklif qilaman shu yerda dam olib ketishlaringni. Kasallik bosh og'riyordi, yurak chatag'iydi. Yana kelish niyatim bor.